Samura radhiyallohu anhu bir hadisni rivoyat qiladilar, aytadilarki, bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam so'rab qoldilar sahobalarga qarab. Ha huna min bani fulanin ahad. Bir mana shu qavmdan kim bor ishinglarda deb bir qavmning nomini aytdilar. 3 marta shu gapni aytuvdi, bittasi turib, "Men borman" dedilar. O'sha qavmdan deydilar, u qavmdan bittasi vafot etgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Inna sohibakum mahbusun anil jannah bidaynihi" dedi. Sizlarni o'sha qavmingizdagi do'stingiz qarzi tufayli jannatga kirmasdan to'silib turibdi dedilar. Shuning uchun ham qarz bilan bu dunyodan vafot etishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Qarzni uzib bu dunyodan o'tishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Shuning uchun ham mana janozalarda ham qarzi bo'lsa kim ado qilinadi deydi. Mana shu yerda ham bitta nozik jihati bor azizlar. Qarzni vafot etgan odamning molidan ado qilinadi aslida. U men ado qilaman degan odam, ya'ni o'sha ijrosini qilishlikka u mas'ul bo'ldi. Uni o'sha oldin qarzni oladi, kafan ishlariga va boshqa xarajatlarga ajratiladi, qarzini beradi, keyin vasiyatlarni ado qiladi. U odam qilish kerak. Endi o'zi qarzdor odam o'zi maishatini qilib o'tib ketsa, uni o'rniga kimdir javob berish kerak emas. Uni molidan, uyi bo'lsa uyini sotib beradi, molidan berilish kerak.